Zulfiya Isroilova o'zbek adabiyotining yorqin va samimiy ovozlaridan biri, lirik shoiri, jamoat arbobi va ayollar ma'naviyatini tarannum etgan ijodkordir. Uning she'rlari mehr-muhabbat, vafo, vatan, tinchlik va inson qalbi pokligining haqidadir. Zulfiya 1915-yili 1-marta Toshkent shahrida hunarmand oilasida dunyoga kelgan. Bolaligidanoq kitobga, she'riyatga qiziqqan, maktab davridayoq she'rlar yoza boshlagan. Uning ilk she'rlari gazeta va jurnallarda bosilib chiqqan. Uning ijodi 1930-yillardan boshlangan. Uning she'rlari juda samimiy, sodda va qalbga yaqin tilda yozilgan. Shoiraning hayot varaqlari, qizlar qo'shig'i, men tongni kuylayman, yuragimga yaqin kishilar, kuylarim sizga, mehrim sizga, saylanma kabi she'riy to'plamlarini kitobxonlar tomonidan sevib o'qilib kelmoqda. Zulfiya O'zbekiston xalq shoirasi unvoni, orden va medallar bilan taqdirlangan. U 1996-yili 1-avgust kuni vafot etgan. Uning xotirasiga bag'ishlab Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etilgan.